Motoblok olayotganda aldanib qolmang. Ko'pchilik qiladigan xato sifati past arzonchi motoblokni qimmat narxlarda olib qo'yadi. E'tibor bering. Siz ham motoblok olayotganda sifati eng past motoblokni qimmat narxda olib qo'ymasligingiz uchun bu video siz uchun. E'tibor bering. Bugun sizlarga eng arzonchi sifati past motoblok bilan sifatliroq, yaxshiroq, originalroq motoblokni nima farqlari bo'ladi degan akalarimiz uchun farqlarini tushuntirib o'taman. E'tibor bersangiz, birinchida turgan motoblogimiz ham 7 ot kuchlik, ikkinchisidagi ham 7 ot kuchlik, uchinchisidagi ham 7 ot kuchlik motoblok. Lekin narxlari birinchida turgan motoblogimiz 2 million 300 ming so'm, 7 ot kuchlik, ikkinchida turgan motoblogimiz ham 7 ot kuchlik, narxi 3 million 500 ming so'm. Uchinchida turgan motoblogimiz ham 7 ot kuchlik, narxi 5 million 500 ming so'm. Nima uchun? Hammasi 7 ot kuchlik bo'lgani bilan narx-navosi har xil chiqyapti degan akalarimiz sizlarga hozir bularni to'liq ma'lumotini beraman. Undan oldin bir narsani aytib ketish kerak. Hozir do'konimizda katta aksiya ketmoqda. Bu aksiya davomida e'tibor berasiz. Hamma joylarda eng kamida narxini bemalol solishtiringlar. 700 mingdan boshlab turib 1 million so'mgacha aynan mana shu dori apparatni sotishyapti. Lekin biz do'konimizda akalar aksiya qilib 20-iyun kunigacha kelib bizdan aynan mana shunaqa dori apparatni tekinga pul bermasdan olib ketsangiz bo'ladi. E'tibor bering. Dori bochka qismi 30 litrlik katta bochka qilib ishlangan. Motor qismi katta motorlar bilan jihozlangan. Tekinga berib yuboryapmiz deb prostoy narsa emas. Karter sistemalarini ham original latunligini sizlar uchun qo'yib beryapmiz. Kelib bemalol bu dori apparatni boshqa do'konlarga borib pulga sotib olmangda, bizni do'konga kelsangiz tekinga mana shu dori apparatni olib ketsangiz bo'ladi. Qandoq qilib ukam aynan bu dori apparatni tekinga olaman degan akalar hoziroq mana shu videoga bitta dona akalar bizni qo'llab-quvvatlab like tugmasini bosib kommentga kirib hoziroq omad deb yozib qo'ying va videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz tekinga mana shu dori apparatni olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina videoni oxirigacha ko'ring va tekinga dori apparatli bo'lib qoling. Bo'lmasa akalar, birinchi bo'lib motobloklarimizni ma'lumotini berishni boshlayman. Videoni boshida aytganimdek, bu ham 170F motor, 7 ot kuchlik, narxi 2 million 300 ming so'm. Ikkinchida turgan motoblogim ham 7 ot kuchlik, 170 motor, narxi 3 million 500 ming so'm. Uchinchida turgan motoblogimiz ham 170F motor, narxi 5 million 500 ming so'm. Nima uchun? Hammasi 7 tali bo'lib turib, narx-navosi har xil chiqyapti degan akalar endi e'tibor berasizlar. Birinchida turgan motoblogimiz aytganimdek motor qismi 7 ot kuchli benzinli motoblok. Lekin korobka qismi bunda 150 talik korobkalar bilan jihozlangan bo'ladi. Ko'pchilik motoblok olayotganda faqatgina ot kuchiga qarab olyapti akalar. Motoblok olayotganda faqatgina ot kuchiga emas akalar. Motoblokni motoridan ham akalar ko'p ishlaydigan joyi bu aynan korobkasi bo'ladi. Korobka qismini motoblok olayotganingizda eng kamida 350 dan baland hamda 550 gacha bo'lgan kattaroq, usulinliroq korobka olsangiz, motoringiz 7 ot kuchli bo'lgani bilan korobka kattaroq bo'ladigan bo'lsa, ertaga yerda ichida ishlayotgan paytingizda, agar olayotganingizda, pul qilayotganingizda motoblok qiynalib qolmaydi akalar. Ko'pchilik aytadi 7 ot kuchli motoblok olgandim, agar puluk, chizellarni hamda yer haydashda ancha qiynalyapti degan akalar, aynan sizlar borib mana shunaqa kichkina korobkali motoblok olib qo'ygansizlar, shuni hisobiga motoblok qiynalib qolyapti. Aytganimdek, motor qismi 7, korobka qismi 150 tali eng arzonchi motoblok hisoblanadi bu. Xo'p, ikkinchida turgan motoblogimiz nima uchun 3 million 500 ming so'm chiqayotganini sababi aynan bu motoblok o'sha hamma bilgan akalar Belarus, Rossiya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan, ko'pchilik biladi. O'zi balonli motobloklarning ichida aynan bu Belarus motobloklari
sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham ancha baquvvat motoblok hisoblanadi. Chunki Belarus katta traktorlarini ham ko'pchilik biladi, ancha baquvvat va O'zbekiston bozorida ancha yillardan beri sotilgan ishonchli firma bu aynan Belarus motoblogi bo'ladi. Va shu yerda yana bitta ma'lumot, ko'pchilik motoblok olayotganda aldanayotgan joyi, ko'pchilik sotuvchi akalarimiz Belarus Rossiya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan deb zavod yozib qo'ygani uchun bu motoblokni rossiyskiy deb sotishyapti, lekin bu narsa 100% yolg'on. Nima uchun degan akalarimiz, aynan bu Belarus motobloklarimiz hozirgi kunda 100% Xitoy davlatida ishlab chiqariladi. Faqatgina bu Belarus motobloklari hamda traktorlari Rossiyada chiqqanligini hisobiga bu motoblokni Rossiya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan deyiladi, lekin hozirgi kunda 100% Xitoy davlatida keladi. Demoqchiman, rossiyskiy motoblok deb sotishsa bunga ishonmaysizlar. Faqatgina Rossiya texnologiya asosida chiqarilgan yaxshi tomoni mana bunaqa arzonchi motoblokdan ko'ra ancha sifatliroq hamda ancha baquvvatroq bo'ladi. Baquvvatroq deganimdan sabab motor qismi 7 ot kuchli 170 motor, aytganimdek korobka qismi 350 talik katta Belarus korobkadan qo'yilgan. Endi farqiga e'tibor berasiz. Bunda 150 talik, bunda bo'ladigan bo'lsa 350 talik. Pashti tem baravardan ham ko'proq buni korobkasi usulinliroq bo'ladi. Shuni hisobiga yerning ichiga kirib, agat olib, kultivatsiya qilib, chizil qilayotgan paytda aynan bunaqa kattaroq korobkali motoblok qiynalib qolmaydi akalar. Xo'p, 50 marta maqtagandan ko'ra 1 marta ishlashini ko'rgan yaxshi. Bitta buni agat olib kultivatsiya qilayotganini ko'raylik. Belarus motoblogini, keyin qolgan ma'lumotini beramiz. Qani, ketdik. Frezalarni olib qo'yib, frezasini o'rniga temir balon qo'ydik va orqa tomoniga agat qo'ydik. Hozir mana shu joyda cho'qib kultivatsiya qilganda endi bitta agat olishini ko'ramiz. Agat olishiga ahamiyat beramiz, juda ham yaxshi sifatli. Mana akalar, ishlashini ko'rdinglar. Ishlashiga, sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Bemalol hozir videoda ko'rganinglardek 50, 60, 70, 80 agatlarni ichiga tushib, bemalol kultivatsiyangizni qiladi, agatingizni olib temir balonlarda ishlay oladi. Chunki bu motoblokning korobkasi katta hamda usulinli bo'lganini hisobiga. Xo'p, motoblokning narxini aytdim, 3.500.000 so'm. Aynan buni komplektga freza, tormoz, dokument, ключ 1 yil garantiya bonusigacha qo'shib beriladi aynan Belarus motoblogiga. Xo'p, ukam menga bu ham kichkinaroqlik qiladi, menga bundan ham yaxshirog'ini ko'rsat degan akalarimizga xohlasanglar, aynan shu Belarus motoblogini korobkasi bunaqa 350 talik emas, bundan kattaroq 450 talik modellari ham bor. Hozir sizlarga ko'rsatadigan bu aynan bu 5.500.000 so'mlik modelim 450 talikdan ham kattaroq, eng katta full varianti bo'ladi. Bu ham aynan Belarus, lekin korobka qismi 550 talik akalar, 7 ot kuchli motobloklarning ichida qatdan borib motoblok olayotgan bo'lsangiz ham birinchi navbatda korobkasini qarab, mana shunaqa katta 550 talik korobkaligini olsangiz, bu motoblok sizga даже 9 ot kuchli motoblokdan ko'ra baquvvatroq ishlab beradi, chunki korobkasi 550 talik usulinli korobka bo'lganini hisobiga akalar. Bu Belarus motoblogimiz ham bundan oldingi ko'rsatgan Belarus motoblogimiz bilan bitta zavodda chiqadi. Faqatgina farqi motorlari bir xil 7 ot kuchli benzinli motor, faqat korobka qismi bunda 350 talik, bunda bo'ladigan bo'lsa eng full katta korobka 550 talik korobka bilan jihozlangan. Bu bitta farqi, narxini qimmatligidan sabab. Chunki bu motoblok 3.500.000, nima uchun bu 5.500.000 so'm degan savolga javob beraman akalar. Ikkinchi farqi, bunda arava tortib, pluk qilib, agat olganda qiynalmasin degan maqsadda
katta shirokki enli balon qo'yilgan. Bunda bo'ladigan bo'lsa, ustiga kichkinaroq balon qo'yilgan. Shuni hisobiga balonni o'zini narxi ham bu balon arzonroq 400 ming bo'lsa, buni baloni 1 million, 1,5 milliondan qimmat chiqadi. Shuni hisobiga bu motovloy tani ham sal qimmatroq chiqadi balonini hisobiga. Xo'p, 3-farqiga o'tadigan bo'lsam, 3-farqi arzonroq 350 talik Belarus motoblogimizni roli bez gidravlika mana shu holatda bo'ladi. Burilishi sal qiyinroq bo'ladi. 550 talik usulinniy shirokki balonligimizni e'tibor bersangiz, mana shu holatda bitta qo'lda o'zida buriladi akalar, e'tibor berasiz. Buni roli gidravlika ham bo'ladi, shuni hisobiga ham narxiga ta'sir qilib sal qimmatroq chiqadi akalar. Xo'p, bu ham narxini aytib o'tdim, 5 million 500 ming so'm. Komplektda aynan bu Belarus motoblogimizni ham freza, tormoz, dokument, kulich, 1 yil garantiya, bonus hamma yo'qlarigacha qilib beramiz. Bu video akalar motoblog olayotganda aldanib qolmasliklari uchun o'zingizlarga yaxshi variant. Chunki ko'pchilik joylarda motoblog olayotganlar motoblogni ot kuchiga qarab olar ekan xolos. Akalar, motoblogni ot kuchiga qarab olsangiz yaxshi, lekin ot kuchidan ham muhimroq joyi bu korobkasi. Motor qismi hech qancha turmaydi akalar. Aynan mana shu motoblogni motori ham akalar, ja tursa 900 ming, 1 million so'm o'zimizda sotuvda turadi. 800 mingdan boshlanadi. Bu degani polni motoblogdan hech qancha raznica qilmaydi. Ertaga motor ketsa, shundoq yechib 800 ming so'mga alishtirib olsangiz bo'ladi. Hammasida shunaqa pashta akalar. Faqat korobkasini, kattasini olsangiz, ertaga o'zingiz uchun yaxshi bo'ladi, qiynalib qolmaysiz. Demoqchiman, motoblog arzon ekanda borib olmasdan, birinchi o'rinda borib, korobkasini ko'rib oling akalar. Kimga mana shu turdagi motobloglar yoki shu motobloglar uchun yana ham to'liqroq ma'lumotlari kerak bo'lsa, ekranga nomer qoldirdim, aloqaga chiqsanglar. Xohlasanglar optim narxlarda mana shu motobloglar o'zimiz sotamiz. Optim narxlarda qilib beraman. Xohlaganlarga akalar olib sotaman degan do'konchi akalarimiz bo'lsa, mana tashqari tomonda korobka holatda sizlar uchun olib kelib qo'yganmiz. Upagovkada ham bizdan olib sotsanglar bo'ladi. Bizda optim bazi Xitoydan birinchi qo'l keladi. Xohlaganlarga mana bu tomonlarda ham konteynerlarda ichida to'lasizlar uchun motobloglar olib kelib qo'yganmiz. Xo'p, manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agro servis do'kon. Videoni boshida e'tibor bergan bo'lsanglar, tekinga dori apparat tarqatyapman deb va'da berdim. Tekinga dori apparatdan tashqari svarka apparat, karser apparat, shunga o'xshagan 100 xildan oshiq sovg'ani tarqatib yuboryapmiz. Undan tashqari kulich nabor, shurpoyor nabor, shunga o'xshaganlarni ham tekinga beryapmiz. Tekinga olish sharti bizni do'konimizga keling. Hozir ko'chada ko'rsatib o'tgan, undan tashqari boshqa 100 xildan oshiq motoblogni bir donasini o'zingiz uchun bizni do'kondan xarid qiling va bizni do'kondan motoblog sotib olganingiz uchun sizga akalar tekinga dori apparat va shunga o'xshagan instrumentlar olib ketib qolishingiz mumkin bo'ladi. Kelasiz, motoblog olasiz, kirib barabanda aylantirasiz va bu barabanda aylantirganingizda mana shu strelka aylanib kelib, dori apparatga tushsa, dori apparat, shurpoyor tushsa, shurpoyor, balgarka tushsa, balgarka, suv pompa tushsa, suv pompa. Xullas, nima sovg'a tushsa, tushgan sovg'ani olgan motoblogingizga tekinga qo'shib beramiz. Shuni hisobiga keling, yaxshi sovg'alar tekinga olib keting. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agro servis do'koni. Video yoqqan bo'lsa hamda manfaatli bo'lgan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa motoblog olayotganda tushunmagan joylaringiz bo'lsa ham aloqaga chiqsanglar, qo'limdan kelgancha ma'lumotini beraman. E'tiborlaringiz uchun rahmat, joninglar sog' bo'lsin.